Buğdaylarımız Xudo kalasa akarıp pişip başladı yurttaşlar. Videonu ötkazmang. Sizlere bir faydalı ma'lumot berib o'taman hozir. Mana saqchimiz ham yuzimizdan tushib kelayotir. Xudo kalasa kime tuxum buğday kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana batizimiz ham yana Xudo kalasa. Niyetimiz şu. 10-12'sine uğramız mı? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga bir faydalı bir videomuz var. O'tgan yil bolama joy solib berdim. Endi Xudo xolasa ko'chirdim. Buları bir mollashsam bo'ladi deb o'tirgan uyda o'tirgan ota-onalar uchun bir faydalı video. Xudo xolasa mana shu ko'rib turgan onajiningiz, yani arka kadrda görüp durgan ho'kizimiz satıladi. Bir mehribon, judayam bir xunaji yine görsengizler kelaki tokakda baytaladı endi. Ko'pchilik tokakda baytadı. Şu xunajinimiz satıladi. Bunu hozir Gökota o'rgandiğinde bu 100% bir 14-15 kunlar bo'ldi. Ota chiqarib qo'ydik buni. Lekin yuvosh xunajin ham doli. Kime gerek bo'lsa şu ekran aslında telefon nömerlerini koyup o'tamiz yine. Kim oladigan bo'lsa biz nening bolasi bu? Rossiyskiy parodaning yine. Depmiydi, süzmiydi yerlilerinden bemalol tutaverasizlar. Bu esa o'kizimiz. Şu ikki avını satmoqchimiz. Kime gerek bo'lsa, Xudo xolasa bir chiroyli mol ataman deb boqadigan odam bo'lsa, o'shanga yine uyda boqib turgan mol, sog'lom mol, kasal emas. Görüp durganlarınızda 100% gökot yiyip duruptu hazır. Su içirip suvarish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Qo'la o'rgangandan bu her gün gelip bir marta sipalayman shuni sipala deb. Mana judayam mehribon. Kime gerek olsa telefon atasizlar. Bunun narxini 16 milyon aytamiz. Ho'kizimizni 17 milyon aytamiz, Xudo xolasa. Yine gelişinlerde aytgan narxga satılmaydı. Sal tepiroq turmuga. Telefon qilaverasizlar. Bu ho'kizimiz yine görüp turganingizdek qo'la o'rgangan bu qarab. Uyda tushgan qochgan nonushaq manpollarni kelib berar edim. Hali bu bir yaşına elhamdülillah bir yaşına endi giradi. Görüp turganlarınızdek. Bunun narxini 17 milyon aytamiz. Kime gerek bo'lsa. Uyda baqaman deydigan odam bo'lsa, jaydari yuvosh mol yine o'kizcha. Keyin mana bu yanında turgan onajinimiz tokaqi. Bunun narxi esa 16 milyon so'm. Sırası üstünde aytib ketamiz küttürmezden. Suvni aytganing bana bir suvaring bu görsün halk sağlam mol yine 100% bo'lam. Günde bir qator sipalayman shuning uchun. Menga o'rganib qolgan bular. Endi bular 100% Gökota o'rganda bular yine bo'shovda turibdi otizda. Kamida 7-8 metr ip bilan mana ko'rib turgan bo'lsangizlar qiziqadi arqalab qo'yibmiz. 100% sağlam kime gerek olsa mal ataman deydigan olsa Xudo xolasa güzek mala geladi bu. Mala qo'yiversangizlar rossiyskiy poroda mal sütü yo'nalishidagi kamida 10 litr 12 litr sutuna javob doğandan keyin. Yine suvni ichish jarayoni hamdala sağlam 100%. Buncha içmez bu. Bir taraftan su varıp gitmedim. Xudo xolasa yine üstleri yaldırıp başladı indi bulanı. Arka tarafından hem ko'rsataveraman. Tokaqi mal yine iki kulakında sırgasam var. Kime gerek olsa bemalol gelesiler.
boyu beslerini ölçüp aytadigan olsam metrim yok edi. Bo'lmasa boyunu aytar edim sizlarga. Karakicim bu meni, kayakicim yine. Yavaşkına ama. İki kulakından sırga var yine. Gene veresine bir mala. Şunu bile videolarımız nihayesine yetti. Keyinki efirlerde görüşünce. Kime şunday sağlam sıfatlı malla gerek olsa ekran astında özümüzün nömerimiz 16 milyonlar kayttık onacına 217 milyon aytılgan pul bo'lmaydi. Gelsenize gelişip savdolaşıp beremiz yurttaşlar. E'tiborlar uchun rahmat. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.